Alloh taolo aytadi, "Bas agar uni yaxshi ko'rib qolsam, men uning eshitadigan qulog'i bo'laman." Qulog'ingizga faqat Allohni rozi qiladigan narsa kirganda rozi bo'lasiz. Allohni norozi qiladigan narsa qulog'ingizga kirsa, bundan norozi bo'lasiz. O'lchovingiz bor endi siz. To'g'ri kelgan narsani eshitib qo'ya olmaysiz. To'g'ri kelgan gapga quloq tutib qo'ya olmaysiz. Chunki Robbingiz sizni yaxshi ko'rdi, qulog'ingizni isloh qildi. Ikkinchisi, agar Alloh do'st qilgan bo'lsa, uni ko'radigan ko'zi o'zim bo'laman, deyapti Alloh taolo. Ko'zimiz ko'rib turgan narsalarda birodarlar, tashqi ko'rinishi bor, orqasidagi haqiqati bor. Alloh do'st qilgan bo'lsa sizni o'ziga mana shu haqiqatni ko'radigan qilib qo'yadi. Keyingisi, ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman deydi Alloh taolo. Qo'limiz harom narsaga bormaydi. Tarozdan urmaydi. Biroda haq qolsa olib borib beradi. To'rtinchisi, yuradigan oyog'i ham o'zim bo'laman deyapti. Gunoh ma'siyatga yurmaydi, harom ishga yurmaydi. Chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, qo'limiz, oyog'imiz mana shunday turibdimi? Ha, shunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganini beraman. Ya'ni duosi mustajob kishilardan. Alloh iymon keltirganlarning do'sti.